Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, navbatdagi mavzumiz funksiya hosilasiga doir amaliy mashg'ulot. Birinchisi, demak, oddiy formula jadvalimizdagi y hosilasini oladigan bo'lsak, n oldiga tushadi va bitta kamayadi. Bu funksiyani birinchi funksiyani hosilasi. Ikkinchi funksiyani hosilasiga keladigan bo'lsak, 3 oldiga tushadi, bitta kamayadi. 3 x ni ikkinchisi bo'ladi. Minus 2 oldiga tushadigan bo'lsak, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, x ni birinchisi bo'ladi. 3x ni hosilasi 3 ga teng. Keyingi funksiyamiz hosilasi, demak 3 oldiga tushadi, x ni ikkinchisi. Mana bu 3 darajasi x esa, mana bu formulaga ko'ra a darajasi x ni hosilasi nima edi desa, a darajasi x ln a edi. Xuddi shu formulaga ko'ra 3 darajasi x ko'paytiruv ln 3 ga teng bo'ladi. Keyingisi ko'paytmani hosilasi. Ya'ni ko'paytmani hosilasi nima edi? Birinchi x kvadratdan hosila olamiz. 2 darajasi x ni o'zi plus x kvadratni o'zi 2 darajasi x dan hosila olamiz. X kvadratni hosilasi 2 oldiga tushdi, 2x. Demak, 2 darajasi x plus x kvadrat ko'paytirib 2 darajasi x ni hosilasi 2 darajasi x ln 2 bo'ladi. Xohlasak buni x 2 darajasi x ni qovusini tashqariga chiqarib qo'ysak, qovus ichida qoladi 2x plus x kvadrat ln 2 degan ifoda qoladi. Keyingisi ham xuddi shunday, ko'paytmani hosilasi x kvadratdan hosil olamiz. Y darajasi x plus x kvadratni o'zi y darajasi x dan hosila. X kvadratni hosilasi 2x y darajasi x kvadrat. Y darajasi x ni hosilasi bilamizki o'zi bo'ladi y darajasi x. Mana y darajasi x ni qovusdan tashqari chiqarib qo'ysak 2x plus x kvadrat degan ifoda qoladi. Endi keyingisi murakkab funksiya. Ya'ni murakkab funksiya deganimiz nima? Y a darajasi sinus x dan hosila oladigan bo'lsak, darajasidan ham olishimiz kerak bo'ladi. A darajasi x ni sinus x ni hosilasi a darajasi sinus x ko'paygan ln a bo'ladigan bo'lsa, sinus x ni hosilasi kosinus x bo'ladi. Keyingisi ham murakkab funksiyani hosilasi, ya'ni y darajasi minus x kvadratni hosilasi ko'paytirib minus x kvadratdan hosil olamiz. Y darajasini boshlang'ichi o'zi bo'ladi dedik. Demak, y darajasi minus x kvadrat minus x kvadratning hosilasi minus 2x bo'ladi. Keyingisi yana ko'paytmani hosilasi ekan, x kvadratni hosilasi 2x y darajasi minus 2x plus x kvadrat ko'paytiruv y darajasini hosilasi o'zi bo'ladi va 2x ni hosilasi minusda 2 bo'ladi. Minus 2x ni hosilasi minus 2 bo'ladi. Y darajasi minus 2x ni va 2 ni chiqarib qo'yadigan bo'lsak, demak birinchisida x qoldi. Keyingisida plus minus x kvadrat qoldi. Davom etamiz. Xo'p, endi ayirmani hosilasi, demak 2 o'zi turaveradi. Y darajasidan hosila aytdik, y darajasi x taqsim 2 ko'paytirib darajadan hosil oladigan bo'lsak, 1 taqsim 2 chiqadi. Bunisi minus y darajasi minus 1 taqsim x taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, minus 1 taqsim 2 bo'ladi oldinda. Ikkalasidan 1 taqsim 2 ni chiqarib qo'ysak, 2 1 taqsim 2 ni chiqarsak, y darajasi x taqsim 2 plus bo'lib ketadi, y darajasi minus x taqsim 2. Ikkilar qisqarib ketdi. Y darajasi x taqsim 2 plus y darajasi minus x taqsim 2 qolar ekan. Keyingisi ko'paytmani hosilasi. Ildizosida x ni hosilasini bilamiz biza. Jadvalda ham bor 1 taqsim 2 ildizosida x degan.
Birdan yozib ketaveramiz. Bir taqsim ikki ildiz x y darajasi x ildiz x plus ildiz x ko'paygan y darajasi ildiz x ildiz x darajadan yana oladigan bo'lsak bir taqsim ikki ildiz x bo'ladi. Ikkalasidan bir taqsim ikki ildiz xni qovusdan tashqariga chiqarsak va y darajasi ildiz xni ham chiqarib qo'ysak qovus ichida bir qoldi. Bir plus ildiz x degan ifodamiz qolar ekan. Keyingisi bo'linmani hosilasi. Bo'linmani hosilasi birinchi suratdan hosil olinadi. Mahrajni o'zi ko'paytiriladi. Minus suratni o'zi va mahrajdan hosil olinadi. Mahrajda esa 1 minus y'ni kvadrati bo'ladi. Y darajasi x ni hosilasi o'zi bo'lgani uchun 1 ni hosilasi 0, y darajasi x qoladi. Y darajasi x o'sishida 1 minus y darajasi x 1 plus x y darajasi x minus y darajasi x bo'ladi. Mana bu yerda plus bo'lib ketadi. Y darajasi x bo'ldi. Qovusni ochadigan bo'lsak, y darajasi x, y darajasi x ni chiqarib qo'yaylik. 1 minus y darajasi x plus 1 plus y darajasi x. 1 y darajasi x dan qisqarib ketsa 2 qoldi. 2 y darajasi x taqsim kvadrati ekan. Keyingi misolimiz demak ko'paytmani hosilasi bo'ladi. Ko'paytmani hosilasi y shtrix barobar y darajasi x ni hosilasi kosinus x plus y darajasi x kosinus x ni hosilasi. Y darajasi x ni hosilasi y darajasi x kosinus x kosinus x ni hosilasi minusda sinus x. Ikkalasidan y darajasi x ni qovusdan tashqari chiqarsak kosinus x minus sinus x ga teng bo'ladi. Bunisi esa 3 oldiga chiqadi. 3 kosinus 3x ga teng bo'ladi. Ildiz ostida birorta funksiya bo'ladigan bo'lsa, hosilasini oladigan bo'lsak, suratda f ni hosilasi mahrajda 2 ildiz ostida fx degan ifoda bo'ladi. Ya'ni buni oladigan bo'lsak, suratda 5x minus 1 ni hosilasi mahrajda 2 ildiz ostida 5x minus 1. 5x minus 1 dan hosilasi 5 bo'ladi. 5x niki 5, 1 niki 0. 2 ildiz ostida 5x minus 1 ga teng. Keyingi misolga o'tamiz. Logaritmik. Bu ham murakkab funksiya. Y barobar logaritm ln deylik. ln fx bo'ladigan bo'lsa, hosilasi suratda f dan hosila, pastda f ni o'zi bo'ladi. Ya'ni y shtrix barobar 6x plus 5 ni hosilasi suratda. Mahrajda 6x plus 5 ni o'zi. Demak 6 bo'lar ekan, mahrajda 6x plus 5 bo'lar ekan. Keyingisi katanginisniki. Katanginisniki ham xuddi shunday y barobar katanginis fx bo'ladigan bo'lsa, hosilasi demak suratda f dan hosila, pastda minusda sinus kvadrat x bo'ladi. Ya'ni y shtrix barobar 3x ni hosilasi minusda sinus kvadrat x. 3x ni hosilasi 3. 3 taqsim sinus kvadrat 3x. 3x bo'ladi. Bu yerda fx bo'ladi. Keyingisi darajadan olinadi birinchi. 3 oldiga tushadi, bitta kamayadi. Demak 3
ln kvadrat x ko'paytir ln xni hosilasi 1 taqsim x. Keyingisi esa y darajasini hosilasi o'zi darajasidan hosil olamiz. Keyin 2x minus x kvadratdan hosila. 2x ni hosilasi 2, x kvadratniki 2x ko'paytirib y darajasi 2x minus x kvadratdan iborat bo'ladi. Hop, bunisida ham birinchi darajasi oldiga tushadi 6. Bittaga kamayadi. 6 2x plus 4 ni beshinchisi bo'ldi. Keyin qovusni ichidagi ifodadan hosila olinadi. Qovus ichidagi ifodadan hosilasi 2 bo'ladi. 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12. 2x minus 4 ni beshinchisi bo'lar ekan. Demak, bunisida 2 darajasi x ko'paygan ln 2 plus 2 darajasi minus x ko'paygan minus bo'ladi oldida. Minus ln 2 bo'ladi. Demak, ln 2 ni chiqaradigan bo'lsak, qovusdan tashqariga 2 darajasi x minus 2 darajasi minus x kelib chiqar ekan. Demak, bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat. Hammaga